bu yerda hayot yo'q, faqat nafas olayotgan jismlar bor. Rossiyaning eng shafqatsiz lageri. Ichkarida kimlar bor bilasizmi? O'z onasini bo'laklab yeganlar. Tungi sokinlikda bolalarni ovlagan maniaklar. Odam ovini faqat ovqat va o'yin-kulgu deb bilgan kanniballar. Ular uchun abadiy qamoq ozodlikdan ham battar. Bu yerda eshiklar 2 marta yopiladi. Birinchisi qopqon bilan kirishda, ikkinchisi tobut bilan chiqishda. Tayyor bo'ling. Siz bu yerga faqat tomosha uchun kirasiz, ular esa abadiy qolish uchun. Siz allaqachon taxmin qilganingizdek, bu rolik Rossiyadagi eng dahshatli qamoqxonalardan biri, Qora delfin haqida. Yuqori darajadagi jinoyatchilar, xususan vor va zakoniyalar qamoqxonalarda juda katta ta'sirga ega bo'ladi. Ular mahbuslar o'rtasida zonani boshqarish, ularga huquq berish yoki qandaydir nizolarni hal qilish kabi nufuzga ega bo'lishadi. Lekin bugun gaplashadigan qamoqxonamiz esa bunga yo'l qo'ymaydi. Chunki eng xavfli odamlar saqlangani uchun bu imkonsiz. Kim bilandir nafaqat gaplashishga, balki ko'z bilan imo-ishora qilishga ham ruxsat yo'q. Avtoritet, pul, kuch, mansab bu yerda hammasi nolga tenglashtirilgan. Qora delfin yoki rasmiy nomi bilan aytganda 6-sonli bir umrlik axloq tuzatish koloniyasi. Bu qamoqxona umrbod jazoga hukm qilinganlar uchun mo'ljallangan muassasa bo'lib, Orenburg viloyatining Sol-Iletsk shahrida joylashgan. Koloniya 1600 nafar mahbus uchun mo'ljallangan va biz bu haqida bugun batafsil gaplashamiz. Ko'pchilik kanalimga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan obuna bo'linglar, tenqimaysizlar. Izohlar, layklar bilan biz boshladik. Borgan sari sifatli video chiqarishga harakat qilaman. Agar sifatli kontentga hissa qo'shmoqchi bo'lsangiz, opsiyada silka bor. Kirib O'zbekistondagilar tirikchilik.uz saytiga, chet eldagilar Donation Alert saytiga kirib istalgan summani yozib, qanaqa video ko'rgisi kelsa izohiga yozib qo'ysangiz, men navbat bilan chiqaraman. Rahmat. Qamoqxonadagi kun tartibi va u yerda kimlar saqlanishini bilishdan oldin eng muhim narsa bu qamoqxona oldin qanday paydo bo'lgani haqida, ya'ni tarixiga yuzlansak. 1773-yilda o'zini imperator Pyotr III deb atagan Emelian Pugatyov o'sha davrda hokimiyatda bo'lgan Yekaterina II ga qarshi qo'zg'olon ko'taradi va bu qo'zg'olonning boshlanishi Orenburg o'lkasiga to'g'ri keladi. Qo'zg'olon bostirilgach, aynan o'sha yerda o'troq, ya'ni isyonchilar uchun qamoqxona tashkil etildi. Qamoqxona Iletsk mudofaasida yaratilgan. Bugungi kunda bu yerda Sol-Iletsk shahri joylashgan. Ta'kidlash joizki, ayrim fikrlarga ko'ra Pugatyov qo'zg'oloni bostirilgan paytga kelib, bu hududlarda allaqachon surgun qilingan mahbuslar saqlanayotgan edi. Ularni bu yerga 1756-yildan boshlab imperator Yelizaveta Petrovna davrida yuborilgan. Surgun qilinganlarning asosiy mashg'uloti mahalliy tuz konlarida ishlash edi. Qabsga olingan Pugatyov ham umrining oxirigacha shu yerda tuz qazigan. 1893-yilda Iletsk mudofaasidagi qamoqxona bolalar bo'limiga aylantirildi. U yer turist kishiga hisoblangan. Bu yerda mahbuslar endi tuz qazish bilan emas, balki davlat buyurtmasi bo'yicha kiyim tikish, etik boshmoq tayyorlash, shuningdek bog'larda ishlash bilan shug'ullangan. 1905-yilda esa bu bo'lim yana qamoqxonaga aylantirildi. 1917-yilgi inqilobgacha aynan shu rejimda faoliyat yuritgan. Bolsheviklar hokimiyatga kelgandan so'ng muassasa Iletskiy konslageri deb atalgan. U yerda urushdan qochgan sobiq askarlar hamda harbiy xizmatda mast holda tutilganlar saqlangan. Aytish kerakki, ularning ba'zilari keyinchalik amnistiyaga tushgan. 1942-yilda axloq tuzatish muassasasining maqomi yana o'zgargan. Endilikda u tergov ostidagi shaxslarni saqlash uchun NKVDning 2-raqamli sovet qamoqxonasi deb atalgan. Keyinchalik bu muassasa Ichki ishlar vazirining tasarrufiga o'tgan va 1965-yildan boshlab u yerga faqat silka-saliga chalingan mahbuslar yuborilgan. 2000-yillarda esa hozirgi Qora delfin qamoqxonasining tarixi boshlanadi. O'sha vaqtda qamoqxona qat'iy tartibdagi koloniya maqomini oladi. Endi savol tug'ilishi mumkin, nega bu qamoq Qora delfin deb atalgan? Buning sababi koloniyaning hududida joylashgan delfin haykali. Ushbu haykalni zo'ravon va seriyali qotil Vladimir yasagan. Delfin qog'oz va yelim qorishmasdan yasalgan va qora bo'yoq bilan bo'yalgan. Nega aynan qora? Sababi oddiy. O'sha paytda boshqa bo'yoq yo'q edi. Bu haykal qamoqxona ma'muriyatiga yoqib qolgan va u bog'da favvora shaklida o'rnatilgan. Aytish lozimki, Qora delfin haykalni siz va biz yoki qamoqxona xodimlari ko'ra oladi. U yerdagi mahbuslarga bu narsa chegaralangan, chunki u yerga olib kirilayotganda boshiga qora xalta bilan olib kirib ketiladi. Birinchidan, mahbuslarning binolar joylashuvini eslab qolishi va muhitda yo'l topishini oldini olish uchun.
Ikkinchidan, ularni ehtimoliy hujumlardan himoya qilish uchun. Xo'sh, nega bu qamoqxona haqiqatan ham qattiq deb hisoblanadi? Ana shunday xavfsizlik choralariga ko'ra, bu qamoqxona qochishdan eng yaxshi himoyalanganlardan biri sanaladi va u yerga eng shafqatsiz jinoyatchilar va terrorchilar yuboriladi. 6-sonli axloq tuzatish koloniyasida tartibni saqlash va mahbuslarning qochishining oldini olish uchun maxsus qoidalar amal qiladi. Kameralarda 2 kishidan 4 kishigacha saqlanishi mumkin, ammo ayrim hollarda, masalan, odamxo'r Vladimir Nikolayev kabi jinoyatchilarni yolg'iz saqlashadi. Bu haqida keyinroq gaplashamiz. Jinoyatchilar doimiy video nazorati ostida bo'ladilar. Hudud bo'ylab itlik kinologlar, qo'riqchilar patrullik qiladi. Kameradagi chiroq esa hech qachon o'chirib qo'yilmaydi. Qamoqxonada sayr maydoni ko'zda tutilmagan. Uning o'rniga shifti panjara bilan yopilgan kamera ishlatiladi. Sayrga chiqishdan oldin har bir mahkum o'z ismini va qanday moddalar bilan jazoga hukm qilinganini aytishi shart. 10 yildan keyin agar mahkum o'zini yaxshi tuta boshlasa, unga ishlashga ruxsat berilishi mumkin. Aytgancha, ish uchun mahkumlar 2000-3000 rublgacha maosh olishadi. Bu pullarni oziq-ovqat uchun o'zi uchun ishlatishi mumkin yoki tashqaridagi birorta qarindoshi yoki tanishiga jo'natishi mumkin. Qora delfindagi kundalik tartib quyidagicha: ertalabki 6:00 uyg'onish, kravatni yig'ish, yuz qo'l yuvish, kamerani tozalash. 6:30 nonushta va radio yoqiladi. 7:15 rozetkalar yoqiladi. Mahkumlar elektr bilan suv isitishi mumkin. 8:00 ertalabki tekshiruvlar boshlanadi, radio o'chiriladi. 9:00 mahkumlar tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. 10:00 ertalabki sayr. 11:00 dan 13:00 gacha ish. 13:00 tushlik. 13:40 kameralarni tozalash. 14:00 dan 17:00 gacha radio yana yoqiladi. 18:00 kechki ovqat. 20:00 kechki tekshiruv. 20:30 rozetkalar va radio yoqiladi. 22:00 yotish vaqti, adbo'y. Shu vaqtlar oralig'ida mahkumga kamerada o'tirish yoki yotish taqiqlanadi. Uxlash faqat chiroq yoqilgan holatda, bosh eshikka qaragan holda ruxsat etiladi. Yuzni yopishga esa ruxsat yo'q. Qora delfin qamoqxonasi o'zining tartib qoidalari bilan emas, balki u yerda saqlanayotgan mahkumlar tufayli katta shuhrat qozongan. Bu yerda qurolli bosqinchilar, maniaklar, odamxo'rlar, terrorchilar va tashkil etilgan jinoyat guruhining yetakchilari jazo muddatini o'tamoqda. Ular orasida yuqorida tilga olingan Vladimir Nikolayev ham bor. U eng dahshatli jinoyatchilardan biri sanaladi. Unga Novocheboksarsk odamxo'ri degan laqab ham berilgan. U 2 kishini o'ldirgan. Ammo qanday? 1997-yilda Vladimir o'z ichkilikdoshini o'ldiradi. Keyin esa qurbonning jasadini parchalab, oyoqlarining bir qismini yeydi. So'ngra bu go'shtni sayg'oq go'shti deb tanishlariga berib, uni ham mehmon qiladi. Tanishi bu go'shtni uyga olib boradi. Xotini undan go'shtli chuchvara pishiradi va Nikolayevning so'zlariga ko'ra, uni o'zi ham yegan. Bolalarni ham ovqatlantirgan. Go'shtning bir qismini esa Nikolayev spirtli ichimlikka almashtirib iste'mol qiladi. Ikkinchi qurbon ham ichkilikdoshi bo'ladi. Nikolayev bu jasadning bir qismini ham yeydi, qolgan qismini esa bozorda sotadi. Vladimir Nikolayevga o'lim jazosi tayinlangan edi, biroq bu jazo umrbod qamoq jazosiga almashtirilgan. Qora delfindagi yana bir odamxo'r Altay o'lkasidan bo'lgan Aleksandr Maslin. U 4 ta odamni o'ldirgan. Qurbonlardan biri uning Rubistovskidagi koloniyada bir kamerada o'tirgan qo'shnisi bo'lgan. Maslin bu odamni bo'g'ib o'ldirib, ichki a'zolarini kesib olgan. Ularning bir qismini kameraning o'zida yegan. Yana bir mahkum Vladimir Maxanov, laqabi Lenin. U o'zini Chikatilaning shogirdi deb faxrlanib aytadi. 1995-yilning 1-yarmida u 8 kishini o'ldirgan. Ba'zi qurbonlarning ichki a'zolarini kesib olib, ularni o'z kravati ostiga qo'ygan. Yana bir mahkum Oleg Rilkov, ya'ni talyattilik ichak sug'uruvchi. 1993-yildan 1997-yilgacha u 37, boshqa ma'lumotlarga ko'ra 39 nafar voyaga yetmagan qizni zo'rlagan va 4 ta qotillik sodir etgan. Qurbonlar orasida 3 nafar bola va 1 ayol bo'lgan. Ryachkovdan o'z jinoyatlari paytida nimalarni his qilganini so'rashganda u shunday javob berdi: "Qanchalik vahshiylik bo'lmasin, bu qandaydir yuksak bir lazzat edi, shekilli", deb javob bergan. Odamxo'rlar va maniaklardan tashqari 6-sonli axloq tuzatish koloniyasida ko'plab ekstremistlar ham bor. Ular mashhur teraktlar sodir etgan. Ular orasida Osiyodan bo'lgan Kudinov ham bor. 1999-yilda Kudinov Dog'istonda ko'p qavatli uy portlatilishida ishtirok etgan. Bu terakt natijasida 64 kishi halok bo'lgan. Yana bir mahkum 55 yoshli Tamarlan Aliyev. U 2008-yilda Maxachkalada uy portlatgan. O'sha vaqtda 19 kishi halok bo'lgan, 90 dan ortiq odam jarohat olgan. Qora delfindagi eng yosh umrbod qamalgan shaxs Leviyev.
2021-yilda Qozon gimnaziyasida otishma va ommaviy qotillik sodir etgan. U ham ayni paytda Qora delfin qamoqxonasida jazo o'tamoqda. Endi siz u yerda kimlar saqlanayotgani haqida yaxshiroq tasavvurga ega bo'lyapsiz. Qora delfindagi mahkumlarning aksariyati umrbodga qamalgan. Biroq hattoki ularning ham ozodlikka chiqish ilinji bor. Gap shundaki, amaldagi qonunchilikka ko'ra, umrbod jazoga hukm qilingan shaxs 25 yilni o'tagach, shartli ravishda muddatidan oldin ozod etilishini so'rashga haqli. Ammo bunga ruxsat berilishi uchun 22 yildan boshlab hech qanday intizomiy jazo bo'lmasligi kerak. Ko'pchilik allaqachon bunga ariza bergan, ammo hozirgacha hech kim ozodlikka chiqmagan. Bu esa Qora delfindan chiqish deyarli imkonsizligini anglatadi. Video qamoqxonani o'zi haqida bo'ldi. Orada gapirib o'tgan kannibal, ya'ni odamxo'rlar haqida alohida video chiqarishimni istasangiz, albatta izohlarda yozing. Kanalimni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar esa albatta opsiyada havolalar bor, kirib istalgan summada donat qilishingiz mumkin. Sizningcha bu joylar adolat ramzimi yoki vahshiylik? Buni ham albatta izohda yozib qoldiring. Albatta keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.